E'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimi barcha uchun ochiq platforma bo'lib, dasturdagi barcha jarayonlarni siz ko'rib, kuzatib borishingiz mumkin. Ushbu dastur orqali tasdiqlangan reja jadval bo'yicha xatlovdan o'tkazilgan mahallalar, e'longa chiqarilgan har bir obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar hamda ularga tegishli davlat idoralari tomonidan berilgan ijobiy yoki salbiy xulosalar bilan onlayn tanishish mumkin. Buning uchun e'tirofkadastr.uz saytiga kirib, ma'lumotlar bo'limi tanlanadi. Unda obyektning kadastr raqami, manzili, turi, berilgan xulosalar haqida ma'lumotlar mavjud. Tegishli ko'chmas mulkni tanlab, batafsil tugmasini bosish orqali ushbu obyektning yer ma'lumotlari, xaritasi hamda tegishli tashkilotlar tomonidan berilgan xulosalar bilan tanishish mumkin. Agar obyektga biror salbiy xulosa berilgan bo'lsa, dastur orqali salbiy xulosa berilgan tashkilot va u tomonidan berilgan hujjat bilan to'liq tanishish mumkin. Shuningdek, OneID orqali ro'yxatdan o'tib, salbiy xulosa bergan tashkilotlarga ariza qoldirish imkoniyati ham yaratilgan. Ushbu ariza esa qonunga ko'ra 1 oy ichida ko'rib chiqilishi belgilangan.